ma'qul bo'lib, mana nima anolaringiz bo'lsa, bemalol gapirishlaringiz mumkin. Bizning qishlog'imizda birinchi muammomiz bo'lib turgan mana shu medpunkt bitimiz yo'qligi. Aslida shu masala bo'yicha kaliy zavod, kimyo zavodining rahbarlariga murojaat qilib iltimos qilamizki, bizga bir amaliy yordam bersin. Hozir mana kaliy zavodidan Akbarjon To'rayev kelib, bizning muammomizni o'z ko'zlari bilan ko'rib, shu bizning masalamizni bir odilona bir hal qilib berishga yordam berishlarini so'rab, kattalarga murojaat qilyapmiz. Bizning bu muammomiz ko'p yildan beri davom etib kelayotganligi, qishlog'imizda 3000 dan ko'proq jonson bo'lib, 500 xonadon, 500 xo'jalikdan ko'proq xo'jaliklar bo'lganligi sababli shu meditsina tomonidan juda qiynalayotganimiz haqida biz ko'p joylarga murojaat qilganmiz. Murojaatlarimiz mablag' yo'qligi sababli hech bir qanday inobatga olinmadi. Mana chertoj asosida fundamentlar bir tadbirkor tomonidan qurilgan. Undan keyin mablag' yo'qligi uchun bu tadbirkor ishni to'xtatib tashlagan. Bu sohada ko'p joylarga biz murojaat qildik. Sizlardan bir iltimos qilamiz, xalqni bir og'ir bir sharoitida og'ir bo'lib turgan muammosi mana shu medpunkt yoki KVP yoki OSHP yo'qligidan qishlog'imiz ahli, ayniqsa kasallar juda qiynalib yashayapmiz. Shuning uchun sizlardan juda katta bir iltimos qilamiz, bizlarga bir amaliy yordam bersalaringiz. Yaqinda shaxsan meni o'zim yurtboshimizda murojaatga chiqdim. Rahmat yurtboshimiz mana shu o'quv maskan, tibbiyot maskanlari uchun jon kuydirib, tashabbus qilib, yashil makon, xalqimizni obodonchilik uchun g'amxo'rlik qilyaptilar. Yurtboshdan minnatdormiz. Lekin afsuski 80-yil qurilgan bitta inshootimiz nurab ketganligi uchun tadbirkorda tibbiyot markazidan 100 million pul ajratdik deb tadbirkor o'z faoliyatini boshlagan. Chorshanba Bahromdagi tadbirkorimiz o'z mablag'idan mana shu ko'rinayotgan inshootda bitkazib, mablag' yo'qligi uchun qoldi. Biz hozirgi hokimimizga murojaat qilgan taqdirimizda pastki mahallamiz 3 kilometr, tepadagi mahalla 4 kilometr, nochor kasalliklarni qanday yetkazishda ahvolimiz og'ir bo'lib qoldi. Shunda kaliy zavod rahbariyatidan biz iltimos qilamizki, bizga sahal bir mablag' sohasidan amaliy yordam qilsin. Yetmagan joyda hashar yo'li bilan bo'lsa ham xalqimiz oyoqqa turib yordam qilamiz. Bizga kechasiga bitta navbatchilik doktor tursa, xalqimiz yurtboshimizdan minnatdorchilik qiladi. Kasalimiz ko'p. Doktor topolmaymiz, yuguramiz, kimgadir mashina bor, kimgadir yo'q. Oilani ahvoli og'ir bo'lgan taqdirda ilojsiz bo'lib qolyapmiz. Bizni bolalarimizga hozir berayotgan vaksinalar feldsher xonadoniga berilyapti. Mumkin emas-ku. Shunga bir amaliy yordam qilib, bizlarga bir xizmat qilsalaringiz, boshimiz osmonga yetib sizlardan dunyo bor minnatdorchilik bildiramiz. Biz nuroniylar sizlardan iltimos qilamiz. Qishlog'imizning aslida eng qiynalgan, og'irli masalasi mana shu KVP, OSHP bo'lib turibdi-da. Biz juda kechalari kasal kechalari qo'zg'aydi. Kechalari bo'lsa hech qanday yordam hech kimdan ololmaymiz. Doktorlarimiz bu 10 kilometr masofada aylanib uyma-uy yurgan, ayrim joylarda telefon yo'q, ikkita feldsherda hech birontasini topolmaymiz. Majbur bo'lamiz 40-45 kilometr markazdagi doktorga shu kechasi bilan bo'lsam, oddiygina temperatura qilgan taqdirda olib borishga majbur bo'lyapmiz. Sizlardan juda bir iltimos qilamiz. Bizga bir amaliy yordam bersalaringiz. Rahmat sizga.